amalni majbur bo'ldi De La Fuente 4-bo'lim arafasida maydondan olishga. Ko'ryapti, bo'lmayapti va bo'lib ham uning qanotida o'ynagan Nuno Mendes fantastik o'yin ko'rsatdi. O'zi Nuno Mendes bu yil zo'r o'ynayapti. Nuno Mendes haqida endi bilmadim, afsonalar tarqalsa kerak. U bu yili birinchidan Yamalni to'xtatgan nisbatan ikkinchi futbolchi bo'ldi. Bugungi uchrashuvda Portugaliya hamda Ispaniya terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuvda u o'yin masalasini hal qildi. O'zi gol urdi, chiroyli gol urdi, birinchidan uzoqdan gol urdi va keyingisida Cristiano Ronaldoning navbatdagi tarixiy golini ijodkori bo'ldi. Chunki yana o'zining qanotidan kirib keldi, uzatma rikoshet holatida Ronaldoga yetib bordi va Cristiano finaldagi golini urdi. Men atayin ijtimoiy tarmoqlarda chiqqandan keyin bu golni orqaga yurgizib ko'rdimda va Ronaldoga baribir qo'ya qoldim. Cristiano Ronaldo 40 yosh do'stlar. 40 yosh. Uni hamma 40 yoshdaligini e'tiborga olib turib afsona deyishyapti, haddan tashqari maqtashyapti. O'zi shunday ham afsona, lekin yanada qo'shimcha bo'lyapti. Shu yoshda o'ynayotganligini e'tirof etishyapti va Ronaldo o'sha joyda to'rt burchak ichida Kukurelyani umuman rostdan kuku deb turib nafaqaga chiqarib yuborganiga men hayron qoldim. Baribir qolar ekan